Barchaga assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari, qadrli yurtdoshlar, musofirda yurgan aka-uka opa-singillar, sog'lommisizlar? Bugungi video sizlar uchun foydali bo'ladigan umiddamiz. Ya'ni yana ish temasida bo'ladi. Videoni o'tkirmasdan oxirigacha ko'ringlar, to'liq ma'lumot olasizlar. Videoga bir dana like bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'lmasa bizlar boshladik videoni. Xullas do'stlar, Moskvada Nijnekamensk shaharda ish bor. Ish bo'lganda shtikaturka ishi. Qo'lda urmaysiz buni, faqat mashinkada urasizlar. Faqat ustalar kerak, o'zini ishiga javob beradigan ustalar kerak. Yotoq joyi, ovqati yeb ichish besplatno, registratsiya qilib beradilar besplatno. Ob'yomga beriladi, kvadrat metri 600 rubldan dedi. Agar oylikka kelishib ishlayman desangiz, kuningizga 4500 yoki 5000 rubldan pul yoziladi ishga qarab. Agar kimga qiziq bo'lsa, ekranda telefon raqami yozib qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Agar siz boshqa uzoqroq shaharlarda bo'lsangiz ham, aloqaga chiqib gaplashsangiz, sizni borib olib ketadilar o'zlari mashinada borib. Har 9 kunda расчет qilib boriladi. Dokumentalni ishga oladi iloji boricha, faqat ofitsialniy ish ko'p bu yerda do'stlar. Kimga ma'qul bo'lsa, WhatsApp nomerda yozib qoldiramiz. O'sha nomerda WhatsApp bo'ladi. WhatsAppga zvonib qilib tusha olmasangizlar, SMS yozib qo'yinglar, albatta javob beradilar do'stlar. Bizdan uzoqlashmang, ishonchli ishlar, foydali videolar faqat bizning kanalda. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Xayr, sog' omon bo'ling do'stlar.